ertaga u zotni oldiga qanday bahonalarimiz bilan borarkanmiz? Alo, assalomu alaykum. Xo'jayin, yaxshimisiz? Sog'omisiz, uydagilar yaxshimi? Tinchmisiz? Labay xo'jayin. Yo'q, uzr ming bor. Telefon mashinada qolib ketibdi-da, uzr. Yo'q, kechiring xo'jayin. Kibrdan Alloh saqlasin. Ha, o'tgan kunimi? Xo'jayin, to'g'ri tushuning. Onamlar betob bo'lib qoldilar. Qolaversa katta qizimni maktabiga forma qilish kerak bo'lib qoldi. Kichigini bog'chasida ota-onalar majlisi. Ming bor uzr xo'jayin. Atay qilmadim, lekin shu bora olmadim-da. Iltimos bir safar hayfsan bermang. Jon boshliq, atay qilmadim, vaziyatimni tushuntirib turibman axir. Ha, mayli, xo'p. Nima desa shu, xo'p, atay qilmagandim lekin. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Assalomu alaykum. Do'stim, yaxshimisan? Sog'ommisan? Ota-ona duogo'ylar, jigarlaring, farzandlaring yaxshimi? Ha, omon bo'lsin. Do'stim, ko'rdingmi? Banda ekanda bir marta chaqiruvga kelib bedemagandik, jazoimizni oldik, hayfsanimizni oldik, malomat ham eshitdik. Vaholanki onamiz dedik, farzandimiz dedik, jondan aziz jigarimiz dedik, lekin baribir tushunmadilar. Endi sen menga ayt. Robbimiz bizni kunda necha mahal kutyapti? Kuniga huzuriga necha mahal chorlayapti? Biz nimalarni bahona qilib bormayapmiz? Do'stim, sen menga ayt. Robbimiz bizni kuniga necha marta eslayapti? Necha marta u zotning qo'ng'iroqlari javobsiz qolyapti? Ertaga nima deymiz ekan? Men seni yaxshi ko'raman. Sen bilan hamisha, har doim bu dunyoda ham, u dunyoda ham, jannatlarda ham birga bo'lgim keladi. Kel. Robbingga qayt jigar. Birga qaytaylik. U zotning nomerini bilaman. Yozib olasanmi? 22 442 432 432. U zot seni har kuni kutadi. Iltimos jigar. Robbingga qayt.